Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyidan qurultayning raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin ve qurultayning sobiq raisi, Uyg'ur Demokratiya Kishilik huquq markazining raisi Dolqin Aysolar, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Yerli xalqlar haqlari munbirining 19-navbatlik yig'iniga qatnashayotgan bo'lib, mazkur yig'inning 15-iyuldagi munozirasida Dolqin Ayso Uyg'ur masalasini kun tartibga olib kelib, Xitoy hukumatining yo'li qo'ygan atalmish Millatlar Ittifoqining ilgari surish qonunining amaliyotda assimilyatsiya va qirg'inchilikni qonunlashtirishni maqsad qilgan assimilyatsiya qonuni ekanligini o'tirib qo'yib, xalqaro jamiyatni Uyg'ur masalasi va Xitoyning assimilyatsiya qirg'inchilik siyosatiga qarshi chiqishga chaqiriq qilgan edi. 16-iyul kuni yana qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin so'z qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini 10 yil Los Pinos xitobnomasining ro'yi bo'yicha yerli xalqlarning til huquqi, madaniyat meroslari va milliy kimligini qo'g'dashga chaqiriq qilgan. Perfect space for the Uyghur language in schools has been systematically phased out over the past decade in favor of Mandarin-only instruction, beginning in early childhood. Uyghur language publishing, broadcasting, and religious instruction have been severely restricted. Children raised in state-run Zumratay Erkin so'zida 10 yil Los Pinos xitobnomasining ba'zi xalqlar uchun 10 yil jonlantirish emas, balki aktiv bostirish yili bo'lganligini ta'kidlab, bo'libmi Xitoyning qo'sh tillik ma'rifnoma ostida Uyg'ur tilini yo'q qilishga kirishganligi, bolalarning balliq davridan boshlab faqat Xitoy tilida o'qitishni yo'l qo'yganligini, Uyg'ur tilidagi nashriyot, radio, televiziya va diniy o'qitish cheklanib, farzandlarning davlat boshqarishidagi yotoqli maktablarda oilalaridan, ona til muhitidan ayirib etilib, assimilyatsiyaga uchrayotganligini o'tirib qo'yib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini davlat ta'minlagan dokladlar bilan emas, balki rayondagi amaliy statistika va Xitoyning qirg'inchilik ta'siriga uchragan xalqlardan bevosita doklad olishni talab qilgan. Dolqin Ayso apandi Janvada Hindiston axborotlarining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning atalmish Millatlar Ittifoqining ilgari surish qonuni orqali Uyg'ur milliy kimligini yo'q qilishni maqsad qilgan assimilyatsiya qonuni ekanligini, Xitoyning mazkur atalmish qonun orqali Uyg'ur, Tibet, Mongol va boshqa yerli xalqlarning tili, madaniyati, dini, milliy kimligini butunlay yo'q qilishga urinish ekanligini ta'kidlab o'tgan. International order, democratic system, international law, because China trying to monopolize all international system and use it attack to the Uyghur activists, Tibet activists, and that's why we are saying today China's transnational repression not only threaten to the Uyghur, it is threaten international order, international law. That's why it is the obligation internationally united together and protected international law. It is the Ani televiziya kanalida so'z qilgan Dolqin Ayso yana Xitoyning chegara halqigan bostirishi, mazkur qonunning hatto Xitoy chegarasi ichida emas, balki muhojiratdagi Uyg'ur, Tibet va boshqa xalqlarning faoliyatchilarini nishonga olganligini bildirib, xalqaro jamiyatning Xitoyning bu qonuniga qarshi yetarli inkas qaytarmaganligini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining rolini joriy qildira olmaganligini va Xitoy masalasida ojiz qilayotganligini, hatto Xitoyning bo'yin turqiga tushib kelayotganligini o'tirib qo'yib, agar vaqtida oldini olmasa, xalqaro qonun va tartibning Xitoy zo'mgarligi va ta'sir ostida qolishdek xatarga duch kelish ehtimolligini bildirgan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari alayda komitetining raisi vakil John Molinar va vakil George Whitesides 7-oyning 14-kuni Amerika Savdo ministrligining kotibi Howard Lutnickga xat etib, Amerikaning Xitoy shirkatlaridan ishki saqlag'ich o'zaklarini sotib olishiga yo'l qo'ymasligini talab qilgan. Mazkur xatda Amerika shirkatlari Xitoy ishlab chiqargan o'zaklarni sotib olish, Xitoyning bozorini burmalash va muhim kasblarga hukmronlik qilishning vositasi sifatida yordam berganligini, Alma va boshqa Amerika texnik shirkatlarining Xitoy yerimi o'tkazgich ishlab chiqaruvchilardan va Xitoy armiyasi bilan munosabati bor shirkatlardan ishki saqlag'ich sotib olishga urinishidan ansirayotganligini o'tirib qo'yib, Xitoy ishki saqlag'ich ishlab chiqaruvchilariga tayinish Amerikaning davlat bexatarligi, iqtisodiy bexatarligi va ta'minlash zanjiri bexatarligi uchun qabul qilg'il bo'lmaydigan xavf-xatarni keltirib chiqarganligi,
Xitoyning oldingi qatardagi ichki saqlash ishlab chiqaruvchilarining hammasi Xitoy armiyasi bilan zich bog'lanishlik ekanligini, shunga Amerika shirkatlarining o'zaklarni Xitoydan setib olishi Xitoy armiyasining texnikasini taraqqiy qildirishiga bevosita yordam beradiganligi, bu xavf-xatarlarni ko'z tutib Xitoy ichki saqlash o'zaklarining chet ellarda setilishini ilgari surish tirishchanligiga qarshi turishga va Xitoy ichki saqlash ishlab chiqaruvchilariga qaratilgan mavjud eksport kontrolini kengaytirishga chaqiriq qilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.